Topinglarchi, kim bilan uchrashganini boraman. TikTokda qo'lga olgan 2 milliondan oshiq podpischigi bor. Bitta bloger bilan uchrashganini boraman. Ular rus tilida gapiradilar, o'zbek emaslar. O'zbek emas-a? Ha, o'zbek emas menimcha. Rus tilida gapiradi, lekin men rus tilida arang gapiraman. Tushunishga tushunaman, lekin arang gapiraman. Ishqilib bir-birimizni tushunib olsak bo'ldi. Lekin uchrashgani borganda sovg'a borish kerakmi? Kerak emasmikin? Sovg'a boraymikin, sovg'a bormaymikin? U inson rosa takoy inson, men nima sovg'a berishga ham hayronman. Hamma narsasi bor. Menimcha bu insonni tanimaydigan odamda o'zi yo'q. Men TikTokda birinchi boshlagan ayol deb o'ylayman. Shu ayol TikTok boshlagandan beri kuzataman. Bu boshida boshlagandan beri. Hozir 2 milliondan oshib ketdi podpischilari. Lekin bitta haqiqatni aytaman. Boshida boshlaganlarida aktivlari zo'r edi. Shunaqa sodda, shunaqa oddiygina ayol edilar. Ko'rsangiz ko'rgingiz keladi-da. Oddiy, hech kimga beozor. Hozir уже 2 milliondan oshib ketdi podpischilari. Ozgina o'zgardilar. O'zgarmadi, o'sha xarakterlari o'sha yaxshi ayollar, lekin prosta faqat boylikni ko'rsatadigan bo'lib qoldilar. Faqat yangi mashinalarni ko'rsatadigan bo'lib qoldilar. Uylarda, yangi uylarda uy olayotganlarni ko'rsatadigan bo'lib qoldi. Shunaqa faqat boylikni ko'rsatadigan bo'lib qoldilar-da. Shuning uchun ko'p kishi hozir ko'rsatmayapti. Prosmotrlari kamayib ketgan, layklari ham kamayib ketgan. Menimcha shu bo'lsa kerak sababi. Nima deb o'ylaysizlar? Voy, mana shu BB krem zo'rdan, любой kushon, любой tonalkani o'rnini bosadi boru. Keyin yuzingizda makiyaj borligini ham his qilmaysiz. BB krem vashshe zo'r. Yuzga zo'r o'tirar ekan. Qoshimni bo'yab, nima labimni bo'yab ketaveraman. O'zi bo'yanishim kerak emas edi. Bilmadim nimaga bo'yanaman.